Assalomu alaykum hammaga. Man o'sha internetda hozir tarqayotgan insident bo'yicha video qilyapman. O'sha bo'yicha fikrimni aytmoqchiman. Bu o'sha mani klipimda syomkada bo'lgan hodisa, haqiqatan bo'lgan bu hodisa. O'sha bo'yicha hozir tarqayotgan ma'lumotlarga to'xtalmoqchiman, chunki yolg'on ma'lumot tarqayapti. Va shu narsani muhokama qilayotgan, bilib bilmasdan muhokama qilayotgan xalqimizga men o'zimni fikrimni va bu hodisaga munosabatimni aytmoqchiman. San'atkor, masalan, bir narsani aytib o'tishim kerak. Bu protsess qanaqa bo'linadi? Klip syomka protsessi. Xonanda zakazchik. Yig'iladi syomочный gruppa, har bitta odam o'zini vazifasi bor, syomka qilinadi, san'atkorga beriladi. Yoqda kelayotgan har bir ishtirokchi, ya'ni deylik, aktrisa bo'lsin, masovka bo'lsin yoki texnik gruppa bo'lsin, u har biri frilanser. U uchun, buni xavfsizlik uchun men javob bermayman. Mana endi hozir ommaviy axborotlarda qilinayotgan pretenziyalar va noto'g'ri muhokamalar bo'yicha gapiryapman-da. Shuning uchun men ham o'sha kuni bo'lmaganman, men ham telefon orqali eshitdim shu narsani. Ya'ni o'sha yerdagi aktrisa masovkadagi qizni urib ketibdi. Biz hayron bo'ldikki, ssenariy bo'yicha texnik ssenariy bo'yicha manimcha hech kim mashina haydash kerak emasdi. Biz hayron bo'ldik, qanaqasiga mashina haydaydi? Ommaviy axborot vositalarida noto'g'ri informatsiya ketyapti. Bu insident bo'yicha ya'ni yordam qilinmagan, skoriy chaqirilmagan, qon yo'qotilgan, o'lik qilinmagan va hokazo va hokazo. Aytmoqchi bo'lganim. Assalomu alaykum. Hammaga. Shu joy ko'rgan bo'lsanglar, Musoydovani Instagramida qarang chiqib qo'yib. Qarang chiqib qo'yib. Shunaqa gapiryapti. Ikkinchi videoni ko'ringlar. Biza bu hozir chiqishimizdan maqsadimiz majbur bo'lib chiqdik. Ayrim bir odamlar, blogerlarga men aytmoqchimanki, bu Ozodapani olingan klipida bo'lgan voqea baxtsiz voqea deymiz bu narsani. Baxtsiz voqeada nima bo'lgan, nima qo'ygan bilmasdan turib, hamma xohlagan gapini gapirib qo'yib yotibdi, deyapti. Birinchi yordam ko'rsatilmagan deyapti. Vaholanki birinchi yordam ko'rsatilgan. Telefonda har bitta narsa qilingan narsa bo'yicha Короче, o'timi aybdor emasman, shunaqa deyishyapti. Sizlar 16 yoshli voyaga yetmagan qizni rolga tushib qo'ygansizlar. 7 sentimetrga o'ng oyoq chap oyog'idan kichkina qo'ygan. Tushsam sizlar geylik baloni 4 tonnali mashina oldi baloni ustidan o'tib ketib, orqa baloni aylanib turgan mashina qilar ekan. Sizlarda javobgarlikka sizlarni tortish kerak. Bu bilaman. Sabırlı sound bo'linglar. Yaxshi ish qilmadinglar. Juda yomon ish qildinglar. Korоче, bu videoni oxirigacha ko'ringlar. Banisiyaga birinchi kundan borganimizdan hozirgi kungacha bo'lgan narsalar, qilingan narsalar hammasi yozilgan. Onasi bilan gaplashilgan gaplari hamma narsa yozilgan bu yerda. Lekin hozir sizlar bilmasdan turib, nima haqqinglar bor yolg'on ma'lumot tarqatyapsizlar-da. Kimga xohlagan odamga bersa, hamma o'zicha negativ bitta odamning nomini yomonlash. Короче, shunaqa bir-birini o'zini yonini olgan. Oxirigacha ko'rsatmayman. O'zim ko'rdim demayapti. Shuning uchun sabırlı sound bo'linglar. Nima qilamiz endi? Shifo bersin deb qolamiz. Alloh